أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. alloh taolo sura baqaraninki 142 oyatida shundoq deydi: Estaizu billah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine Münevver'e hicret qilib bo'lgandan keyin 16 oy yoki 17 oydek Baytul Muqaddasga Masjidil Aqsa taraf qarab namoz o'qigan ekanda. Shunda bo'lsa Payg'ambar alayhisalom shu Ka'baninki namozda qarab o'qigan Ka'baning namoz qiblaninki Makkadagi Ka'ba bo'lishini orzu qilar ekan. Va mushaqda Alloh taologa ko'p duo qilib Kabe shu qiblani Kabe tarafga o'zgartib berishni tilab duo qilgan ekan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga qiblani shu Kabe tarafga e, namozga namozni qarab o'qigan qiblaniki shu Kabe tarafga bekitib bergan deydi. Bu oyatda Alloh taolo shuni hikoya qilib davlat hozir. Yine sayaqulu sufaha degan orada aytidi safih nodon odamlar. Yine tehi bo'lmadi bu ish. Yine patarda bu ish mushtaq bo'ludi. Bu bo'lib qolsa sizlar bunda danglar deb Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga va mu'minlarga oldin ideyi tayyorlik ko'rsatib ma oyatni gapiryotdi. Mana bu Qur'oni Karimning bir mo'jizasi. Bir ishniki yuz berishdan ilgari oldin xabar berganlik bu Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafdan Muhammad alayhissalom shu degan bir mo'jiza ekanligini isboti mana bu. Yine ba'zi ahmoq kishilar ularni ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgandi deydi. Ey Muhammad aytqinki mashriq va mag'rib ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya'ni as-sufaha degan al-juhal degan gap. Nodon, jahil odamlar kishilarning ichidagi. Bu kishilarning ichidagi nodon jahil odamlar kim desa Yahudiylar va mushriklar. Ular shundoq deydi, nima yuz o'rgizibdi ularni. Ya'ni payg'ambarni va mu'minlarni qaysi narsa yuz o'rgizibdi ularning ilgari qarab kelayotgan qiblasidan. Al-istiqbaliha fis-salah. Ya'ni namoz o'qigan vaqtda yuz keltirib kelayotgan shu yuz keltirayotgan qiblasidan nima yuz o'rgizibdi deydi. U qibla qaysi desa Baytul Muqaddasda. والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. يعني سيقولوا ده sin bilan keltirish sin degan mustaqbalni bildirdi. Pat arada degandek ma'noda. Bu esa sin bilan keltirganlikning o'zi bu g'aybni xabar berganlikka dalolat qiladi deydi. Yana Alloh taolo hammani bilgan zot o'g'ishqa shu ishlarniki g'aybdan oldin xabar berib Muhammad alayhissalomga mushta deb turibdi. Qul lillahil mashriq val mag'rib. Aytqinki Muhammad alayhissalom mashriq va mag'rib hammasi Alloh taolo uchundir. Ya'ni taraflarning hammasi, dunyoning to'rt tarafining hammasi Alloh taologa xos. Shunday bo'lgan ekan Alloh taolo qaysi tarafga qolsa shu tarafga yuzlanishga buyuruydi bandalarni. Buningga nisbatan hech qanday e'tiroz bildirish yo'q. İlgili ayetlerim nurunu okup ötüp kettik. Mesela osmanlıların zamanının padişahlığı Allah'a asıdır. Allah Teala halığını kılıdı. Dep okup ötüp kettik. Demek hemme kainat, osman zemin, yer şarının tört tarafı, yer şarı hemmesi şu Allah'ın mülkü olan iken Allah Teala özünün mülküde halığınca iş kılış özünün hakkı. Yehdi men yeşâ'u ila sıratın müstakim. Başlaydı o. Hidayet kıldı Allah Teala halığın kişini. Yine hidayet kılışını, özü hidayet kılışını halığın kişini müstakim yolga başlap koydu. Bu müstakim yol qaysi dese İslam dini.
Endi Alloh taolo shu islom dinidan iborat to'g'ri yo'lga boshlab qo'ygan odamlarning qatoridan sizlarmi bor, sizlarmi shularning qatoridan, ey Muhammad alayhissalomning ummati demoqchi. Dalla ala hada. Mushuninga nima dalolat qildi desa, ya'ni Alloh taolo shu Muhammad alayhissalomning ummatini to'g'ri yo'lga boshlaganliginiki, mustaqim yo'lga hidoyat qilganligiga ma hozir o'qimoqchi bo'lgan oyat dalolat qiladi deydi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Yine ağaçın okşaş. Yani biz sizlerni aş müstakim doğru yolga başlap koyğanğa, hidayet kılğanğa okşaş. Kıldık sizlerni ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti vesat ümmet kıldık. Yani yaxşı ottırahal ümmet kıldık deydi. Yani bu belki maddizmga berilip ketilgan ruhiy tarafni unutib qilib moddasini belib ketgan mundaq emas yoki moddiyatga berilib ketib ruhiy tarafni unutib qolgan mundaq emas balki ikkisining o'ttirisidagi o'ttiraga yo'l tutgan shunday bir vasat ummat sizlar demoqchi bu yerda. Yani litakunu shuhadaa alan nas. Yine sizlarning o'ttiraga ummat bo'lganligining yana bir ifodasi nima bo'lsa, sizlarning bo'lishinglar uchun guvohchi kishilarga. Yine qiyomat kuni barliq insonlarga guvohchi bo'lishinglar uchun ularning payg'ambarlari oshlarga Allohning elchiligini yetkazdi deganga va payg'ambarningki va Muhammad alayhissalomning sizlarning ustinglarga guvohchi bo'lish uchun. Yine hadisda shunday kelgan. Alloh taolo qiyomat kuni ilgirki ummatlarni so'raydi ekanda, ilgirki payg'ambarlarni so'raydi ekan. Hadisning mazmuni shunday qildi. Ilgirki Muhammad alayhissalomni ilgiri kelgan payg'ambarlardan sizlar qavminglarga Allohning elchiligini, da'vatini yetkazganmi deb so'ragan chog'da yetkazdik deydi. Endi u payg'ambarlarning qavmlaridan e, bu payg'ambarlarga sizlarga Allohning elchiligini yetkazganmi deb ulardan so'rasa, ularning qavm bo'lsa bizga hech qanday bir ogohlantirish kelmagan deydi ekan. Qavmi tinib oldi bu yerda. Tinib olgan ekan, endi Alloh taolo payg'ambarlarga deydi ekanda, guvohda sizlarning Allohning elchiligini yetkazganliginglarga kim guvohchi, kimni guvohchi qilib keltirsizlar degan chog'da Muhammad alayhissalomning ummati bizga guvohchi bo'ladi deydi kim yani. Ya'ni kim o'sha Muhammad alayhissalomning ummati ilgirki payg'ambarlarning qavmlariga Allohning da'vatini yetkazganligiga guvohlik berdi ekan. Guvohlik bergandan keyin bu Muhammad alayhissalom ummatiga Muhammad alayhissalom o'z guvohlik berdi deb. Ma qavmim mening ummatim rost gap qildi deb ularni tazkiya qildi deb. Tazkiya qildi. Ularni poklaydi. Qiyomat kunidagi ahvol shunday ekan. Ya'ni Muhammad alayhissalom ummati bizlar mana alhamdulillah Muhammad alayhissalom ummati bo'lib yashayapmiz. Alloh taolo bizni shu sharafga noil qilibdi. Mana shu bizlar qiyomat kuni ilgirki payg'ambarlarningki qavmiga Allohning da'vatini yetkazganligiga guvohlik bergan ishlar ummat ekanmiz. Alhamdulillah. Bu Allohning bir ne'mati, iltifoti bizlarga. Endi mush oyatda yana bir muhim gap bor hozir. Sayaqulu sufaha degan hozir o'qib o'tgan oyatda mush hadis inkorchilari qartan noiti keskin bir raddiya bor. Hadis inkorchilari hadisni e'tirof qilmaymiz, biz Qur'onni e'tirof qilamiz deydigan bir toifa bor. Unda bo'lsa hozir ma oyatda nima deyotdi desa, payg'ambar alayhissalomningki ash Madina minari hijrat qilib qolgan ekan, 16 oy yoki 17 oyda Baytul Muqaddas taraf qarab namoz o'qiganligi hadis kelgan. Bu aniq. Lekin bu Baytul Muqaddas qarab namoz o'qiganligi hadis kelgan yo'q, lekin bu Qur'onda u vaqtda hech qanday bir ma'lumot yo'q. Payg'ambar alayhissalomningki shu Masjid Aqsa taraf qarab namoz o'qiganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin bu oyat nima deyotdi desa, ularni ilgariki namoz o'qib kelayotgan qiblasini nima yuz o'rgizib o'tgandi dedi. Degandan keyin demak bu yerda payg'ambar alayhissalom ilgari yuz keltirib namoz o'qib kelayotgan bir qiblaning borligi aniq bo'lgan. Demak payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo e, payg'ambar alayhissalomning shu Masjidil Aqsa taraf qarab namoz o'qiganligi bu albatta Allohning amri bilan bo'ladi. Allohning amri bilan bo'ladi. Lekin payg'ambar alayhissalomni sen Masjidil Aqsa taraf qarab namoz o'qigan deb buyurganligi haqida hech qanday oyat kelmadi. Lekin bu hadis bilan isbotlandi. Bunda olsa, bunda olgan ekan hadisninki hadis inkorchiligi deymiz. Sizlar hadisni inkor qilsanglar, ma oyatga nima deysizlar? Ma oyatda ilgari payg'ambar alayhisalom namoz o'qib kelayotgan bir qibla bor ekan mana. Bu qiblaningki qaysi ekanligi haqida
Şu aş kıblege Peygamber Aleyhisselam'ın yüzünü namaz okuşqa buyurgan haqida hech qanday bir oyat yo'q ekan. Lekin qiblaning bağlığı aniq ekan. Buni nima deysiz deb mana javob beramiz. Raddiya qaytaramiz. Şu oyat nihoyat keskin bir dalil, bir hujjat ochadi hadis inkorchilarga. Hem keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah ve ma ja'alna وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم." Kımmadık biz yani örmedik kıbleni. Sen ilgili namaz okup kelavatkan şu kıbleni o olsun Kabe'de deydi. Yine Peygamber Aleyhisselam namaz Mekke'deki vaktida Medine hicret qilishdan burun Mekkadagi vaqtida farz bo'lgan endi. Undan so'ng Mekkada qaysi tarafga qarab namoz o'qigan degan haqda buni ikki xil ko'z qarash bor ekan. Hozir ma tafsirida Ka'ba deb shuni keltiribdi, shuni tafsir qilibdi. Ya'ni sen e, e, osh Ka'bani Payg'ambar alayhisalom osh Ka'baga qarab namoz o'qitdi ilgari deydi. E, Madina Munawvaraga hijrat qilgan vaqtda Baytul Muqaddasga yuz keltirishga buyurildi. Nima uchun desa Yahudilar bilan ulfatda ishonadi. Yahudilarning azroq bir ko'nglini moyil qilish uchun demoqchi. Chunki Yahudilar shu Baytul Muqaddasni ulug'laydigan bo'lgan ekan, shularning ko'nglini moyil qilish uchun shu Baytul Muqaddas tarafga qarab namoz o'qishga buyurilgan deydi. Shuning bilan payg'ambarimiz shu Baytul Muqaddas tarafga qarab 16 yoki 17 oydek namoz o'qigan. Ondan qibla o'zgartirilgan, ya'ni Ka'ba tarafga o'zgartirilgan. Muşunda kıblenin özgertilişini kılmadık. Fakat la lina'leme men yettebi'ur rasule mimmen yenqalibu ala aqibeyh. Yine peygamberge ergeçken kişilerini arkasına yenip ketken kişilerden ayrışımız için kıldık deydi. Yine sen yüz keltirip kilovatkan taraf ne? Yani Beytül Mukaddes'in kıble kılganlıkımız peygamberge ergeçkenlerini asilik kılganlardan. Yani murtad bo'lib ketganlarni ayirib uchun edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga ya'ni bu qiblaning o'zgartirishi haqiqatan eg'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni ya'ni ilgari Baytul Muqaddas qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'ngilchandir. Ya'ni yettabi'u degan yusaddiqu degan ma'noda. Ya'ni payg'ambarga ergashib, payg'ambarni tasdiqqan odamni keyniga yenib dinni shak qilib ko'proq qaytib ketgan odamdan ayiraverishimiz uchun. Yani lina'lama degan bilishimiz uchun degan gap, yani o'ttirga chiqarishimiz uchun degan ma'noda demoqchi bu yerda. Chunki Alloh taolo ishlarning hammasini o'zining azaliy ilmida biladi. Alloh taolo uni bilib bo'lganlik. Endi hozir biz ilgari biz bilmaydik, hozir shuni bilishimiz uchun bunday qildik degan ma'noda emas, balki aloqa mo'minlar bilan munofiqlarni biz shu haqiqiy maydonga o'ttirga chiqarishimiz uchun kimninki haqiqiy mo'min, kimning mo'min emasligini bir o'ttirga chiqarish uchun kishilarni shuni beverish uchun mushtaq qildik demoqchi. Mushunda ahvol bo'lgandan keyin Ka'baning ya'ni qiblaning o'zgartirishi bo'lgandan keyin bir necha jamoatlar murtad bo'lib ketgan, dinni yenib ketgan deydi. Ya'ni va zannan anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fi hiratin min amrihi. Yine ba'zilar shu dinni shak qilib va shundoqla payg'ambar alayhissalom o'zininki shu qilayotgan ishida bir hayron hasning ichida ekan deb gumon qilib kufrga yenib ketgan boshqa odamlardan mo'minlarni ayirib o'ttirib chiqarishimiz uchun degan ma'noda. Shu vaqtda bir muncha jamoatlar shu qiblaning o'zgartirishi bog'liq sababdan murtad bo'lib ketgan edi, dinni yenib ketgan edi. Ve in kanet lekebireten illa alellezine hedallah. Bu albatta qiblaning o'zgartirishi Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga eg'ir keladi, eg'ir ishdir. Mishadi in asli inna edi. Yani aşı innadan taxfif qilib in deb o'qilgan edi. Uning ismisi mahzub. Yani asli ve innaha degan bo'ldi ekan buniki.
Kanetninki ismisi müşahede mahsup yani et-tevliyetu ileyha. Yani aşık Kabe tarafga yüz keltirish albatta egridir. Yani kishilarga mushaqqat kelgishidir. Faqatla qanday odamlarga mushaqqat kelmaydi desa, Alloh osh kishilarning ichidan hidoyat qilgan odamlarga egri kelmaydi. Yani Alloh taolo e, qalbiga iymonni mustahkam o'rlashtirgan odamlarga bu egri kelmaydi. Va ma kana Allohu liyudi'a imanakum. Alloh taolo sizlarning iymoninglarni zoya qilib etmaydi. Bu yerga iymondan maqsad namoz. Ya'ni Baytul Muqaddasga qarab o'qilgan namozni. Ya'ni shu mush oyat nozil bo'lgandan keyin bir rivoyat shundoq deyilgan endi. Ba'zi sahobalar shunday degankin, ilgari Baytul Muqaddas taraf qarab namoz o'qiyotgan jarayonda vafot bo'lib ketgan sahobalarning ahvoli qanday bo'lib ketar degandan keyin Alloh taolo bu oyatni tushirgan, mush oyatni nozil qilgan ekan. Endi sizlarning ilgariki Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni Alloh taolo hargiz zoya qilib etmaydi. Balki sizlarga ashuni qirta savob beradi. Bu oyatin nozil bo'lish sababi shu qibla o'zgartirishdan ilgari vafot bo'lib ketganlar haqida savol paydo bo'lgan chog'da mushta tushgan. Chunki Alloh taolo innalloha bin-nasi raufur rahim degan Alloh taolo degan mo'minlarga nihoyat rauf, rahimdil zotdir. Kuyimchan, rahimdil zotdir. Shundan keyin sizlarning amalinglarni hargiz zayi qilib o'tmaydi. Sizlarning amalinglarni zayi qilib o'tmaslikda. Ar-rafa degan shiddatur rahma degan bo'ldi. Rahmatning noit bek rahim qilish demoqchi. Shunga ablag ilgari qilindi fasila uchun. Raufur rahim rauf boshga keltirildi demoqchi ekanda. Quddimal ablagu lil fasila. Yani fasilga rioya qilish demoqchi ekan. Har bir oyatning oxiriniki o'xshash bunda kelish uchun shu fasilga rioya qilish uchun ablag boshga keltirildi demoqchi ekan yani gap. Keyingi oyatda Alloh taolo deydi: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Biz senin yani Kabe kıblen buluşunu tilep kayıt kayıta asmanga kargalıklığını körüp duruvatımız. Seni çokum sen yaktırılgan kıblege yüzlendirimiz. Namazda yüzünü mescid-i haram tarafga kılgın. Ey müminler qayerda bolmanglar, namazda yüzünlerini mescid-i haram tarafga kılınlar. Hakikaten kitap berilgenler. Yani Yahudiler ve Nasaralar bunun yani kıblenin Kabe'ge özgertilişinin Perverdigarı tarafından kelgen hakikat ikenligini çokum biladi. Allah ularning qilmishidan g'ofil emasdir. O'shada qat tahqiq uchun kelgan, ya'ni albatta ko'rib turyapmiz demoqchi. Sening yuzingninki osmon tarafga yuzlanganligini, vahiyga talpingan holatda va Kabe yuzlanishiga bir buyruqning kelishiga talpingan holatda ashta bo'lganligini ko'rib turyapmiz. Kana yawaddu zalika payg'ambar alayhisalom qiblasinki Kabe tarafga yuzlantirishni yaxshi ko'radi. Chunki u Kabe bo'lsa Ibrohim alayhisalomning qiblasidir. Va yana shundaqla bu qibla Kabe taraf bo'lsa arablarning islom keltirishiga bakrak foydasi bo'lgan ish bu deyapti. Falanvalliyannaka albatta yuzlantiramiz seni nuhawilannaka. Sen rozi bo'lgan, sen yaxshi ko'rgan qiblaga. Sen yuzingni qaratqin, ya'ni yuzlangin namozda Masjidil Haram tarafga, ya'ni Kabe'ga. Va haythuma kuntum. Endi Alloh taolo butun islom ummatiga xitob qilyapti. Ey islom ummati, sizlar nadil bo'lsanglar, yuzinglarni qartinglar namozda shu Masjidil Haram tarafga. Haqiqatan kitob berilganlar albatta biladi, u Kabe'ga yuzlanishninki haq, ya'ni sabit haq ekanligini biladi. Parvardigor tarafdan kelgan bir haqiqat ekanligini ular cho'qim biladi. Nimishqa desa, ularning kitobida payg'ambar alayhisolamning sifati bor. U shu Kabe'ga yuzlandi. Kabe tarafga, Masjidil Haram tarafga qarab namoz o'qiydi deb payg'ambar alayhisolamning sifati kelgan ularning kitobida. Kelgan bo'lg'achqa
ular bu haqiqatni biladi ular. Bilib turib, ular buni yine inkar qilyotidi. Yine ularninki buni inkar qilishi buni bu ishning haqiqat ekanligini bilmaganlikdan emas, faqatla bo'yintovlik qilganlik jihatdan ashtoq inkar qilayotgan xalqlar bu deyish orqali bu yerda payg'ambar alayhissalomga bir tasalli berishgan bo'ldi. "Vamallohu bighafilin amma ta'malun." Alloh taolo sizlar qilayotgan ishdan g'ofil emasdir. Alloh hammani bilib turguchi. Har odamga o'zining qilmishiga qarata jazo va mukofot berguzidir. Ya'ni ta'malun tavlan o'qilgan. Tavlan o'qilgan vaqtda ey mo'minlar, Alloh taolo sizlarning Allohning buyrug'i esirishdan iborat qilayotgan ishinglarni g'ofil emasdir degan bo'ladi. İşte ma'no chiqar ekan. Ya'malun deb ya bilan o'qilsa, ya'ni Alloh taolo Yahudilarning qiblaning ishini inkor qilishdan iborat shu qilmishlaridan g'ofil emasdir degan ma'no chiqar ekan. Hmm. أمن كين كايته ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Hmm. Kitap berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular ya'ni Yahudiylar va Nasoralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafs xohishlariga bo'ysunsang, u chog'da sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Ya'ni la'inniki lam qasamninki lami. Qasamki sen kitap berilganlarga barcha yani bütün dalil isbotlarni keltirsangmi? Yani qiblaning ishi haqida sening rostchin ekanligingga barcha dalillarni keltirsangmi, ular ergashmaydi. Sening qiblangga ergashmaydi. Yani bo'yin tovon qilib ergashmaydi. Va ma anta bitabi'in qiblatahum. Senmi ularning qiblasiga hargiz ergashmaysan. Bu oyatda nima ma'no chiqdi desa, Payg'ambar alayhissalomning Yahudiylarning islom keltirishni tamom qilmasligi. Buni qat'iy uzib bu tamoni uzib tashlash va deydi. Va ularningmi Payg'ambar alayhissalomninki o'zlarining qiblasiga qaytib qilishni tamom qilishdan tamosin uzib o'tish ma'nosi kelib chiqadi, ma'nosi chiqadi deydi. Ba'zing qiblasiga ergashish kuchi emasdir. Ya'ni Yahudiylar Nasoralarning qiblasiga ergashmaydi, Nasoralar Yahudiylarning qiblasiga ergashmaydi. Ya'ni agar sen ularning havo havasiga ergashib qolsang, ular seni chaqirayotgan o'sha havo havasiga ergashib qolsang, ya'ni Muhammad alayhisalom duoda Alloh taolo berdi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin, ya'ni haqiqat kelgandan keyin Alloh tarafidan ro'shan haqiqat kelgandan keyin ularning havo havasiga ergashib qolsang, sen u chog'da ziyon zolimlardan bo'lib qolasan. Yani farzand seni ashlar ergashdi deb degan taqdirda o chog'da sen zolimlardan bo'lib qolasan. Deyotidi. Bu yerda Alloh taolo qanday kishilarniki zolim bo'lganligini bizga deb berdi. Yine Alloh taolo tarafdan ro'shan haqiqat keldi. Bizning oldimizda Qur'on bor, sunnat bor, butun haqiqat bor. Bu yerda haqiqat turuqliq ham bu haqiqatdan yuz o'rib o'zimizning nafs xohishlariga yoki boshqalarniki nafs xohishlariga ergashib qolsak, zolimlar bo'lib qoldik ekanmiz. Alloh taolo buni zolimlar bo'lib qolishdan o'z panohiga saqlasin. Namazın durus bo'lishini shart ekan. Bu barliq musulmonlarning olimlarning ittifoqi bilan shundoq deydi. Faqatla ikki xil holatda namozga qibla yuzlanish shart emas debdi. Biri qo'rqinish oldida, yana biri uloqning ustida turib nafl namoz o'qigan holatda. Endi qattiq qo'rqinish olgan holatda qaysi tarafda aminlik bor bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qisak bo'laverdi ekan. Endi uloqning ustida yoki kemada yoki aeroplanda degandek mushta bir narsaning ustiga ketayotgan chog'da qaysi tarafga qarab ketayotgan bo'lsak, shu tarafga qarab nafl namoz o'qisak endi durust bo'lar ekan. Nafl namoz o'qishning masalasi bu. Yana olimlar shunga ittifoq kelgan deydi. Ka'ba butun yer sharining ham yerida
Şu Mescid-i Haram'daki Kabe bu Müslümanların kıblesi. Hem de kıblenin yanında durup kıbleni körüp duruvatkan, kıbleni aynen körüp duruvatkan adamga nispeten kıbleninki özüge yüzünüp namaz okuş farz yaptı. Kıblenin özüge yüzelmese namaz durust bulmaydı. Onun için namazın kayıt okuş doğru keladi. Bunun binaen Kabe'ge karab turuşun özümü ibadet deb rivayet kılgan bir rivayeti var ekan. Endi Kabe'ninki özüde turayotgan adamga nisbatan qiblaninki qanday bo'lganligini dedik. Endi Kabe'ning oldi turmagan boshqa yerdagi adam bo'lsa qanday qiladi desa, masalan yer sharning boshqa yerdagi qanday bir joydagi adam bo'lsa, uning nisbatan qibla Kabe'ning o'ziga yuzlanish emas, balki Kabe tarafga yuzlansa namoz durust bo'ladi deb. Endi Shofiy mazhabda boshqa joydagi adam bo'lsa, shu Kabe'ning aynısını tepib turib namoz o'qish bu farz deydi ekan. Lekin bu jumhur olimlarning qarashida bu mumkin emas ish. Endi boshqa yerga odamga nisbatan u Kabe'ning aynısını topsan, Kabe'ning aynısı yurib namoz o'qiysan desa, bu mumkin bo'lmaydigan ish. Shunlashqa shu Kabe tarafga yuzlangan bo'lsalamlar, shu qiblani topgan bo'ladi. Ya'ni masalan, shu Makka tarafga yuzlangan bo'lsa degan gapda bu endi. Shu Makka tarafga yuzlangan bo'lsalar, namoz durust bo'ladi, qiblani topgan bo'ladi deb qaraydi ekan. Alloh taolo hammalarga manfaatli mato qilsin. Hammalarni shu komil iymon e'tiqodning ustida barqaror turishga nasib qilsin. Iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan nasib qilsin Alloh taolo. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.